Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Aziz hamshirlar, men sizlarga Talha ibn Ubaydullah Taymiyaning tarixini o'qib beraman. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam u kishi haqida mundaq degan: Kimki hayotini oxirlashtirib, yer ustida tirik yurgan kishiga qarab, o'zini suyundirmoqchi bo'lsa, Talha ibn Ubaydullohga qarasin. Talha Sham diyorida tijorat qilish uchun Quraysh karvonlari bilan ketyotdi. Karvonlar Shamning Busra shahriga yetib borganda, Quraysh savdogarlarining kattavashlari Busra shahrining Avod bozoriga savdo setiq uchun ketishdi. Talhaning yashi kichik bo'lganlikdan uning tijoratga mohirligi cho'ng savdogarlarga yetmasimi, lekin tijoratda ular bilan raqobatlasha ularsizmi mollarning eslarini tanlab setib ola oladigan aqlga va o'tkir sezimchanlikqa ega edi. Talha har qaysi joylardan kelgan tijoratchilar bilan to'lgan bozorga berib kelib yurganda faqat uning hayot musobisining yo'linishini emas, butkul tarix yo'linishini o'zgartirayotgandek cho'ng bir ish yuz berdi. Biz buni eng yaxshisi Talhaning o'zining bayonidan anglayli. U mundaq deydi: Biz shu chaqda Busraning bozorida edik. Bir derviş kişiler arasında durup: "Ey ticaretçiler, bu fasıl egilerden so'rab yaqinlar. Ularning arasida haramdan kelgan bir kishi bormikin?" deb to'ladi. Bu chaqda men uningga yaqinla joyda edim. Men uning qishiga oldirab berib: "Men haramlik" dedim. Sizlarning aranglarda Ahmad oshkora bo'ldimi? Ahmad degan kim? Abdullah ibn Mutallibning o'g'li. Bu ay bo'lsa, u oshkoralangan ay. U payg'ambarlarning oxirgisi. U sizlarning zimininglar bo'lgan haramdan chiqib, qora toshliq, xo'rmiliq, sastiq ziminga hijrat qiladi. U yerdan suv tomchib turadi. Ey yigit, sen uning qishiga burun berishga ahamiyat bergin. Dervishning bu so'zi menga qattiq ta'sir qildi. Men aldirab tövgemning yeniga berib, birga kelgan karvonlarni qoldirib, Makkaga qarab yo'lga chiqdim. Men Makkaga beribla oilamdagilardan: "Men ketgandan keyin bu yerda biror ish yuz berdimi?" deb so'radim. Shundoq Muhammad ibn Abdullah ibn Mutallib bosh ko'tarib chiqib, o'zini payg'ambar deb atadi. Abu Quhafaning o'g'li Abu Bakri uningga ergashdi, deyishdi. Men Abu Quhafaning o'g'lini tanitdim. U muloyim va suyumlik, kishilarga yumshoq muomala qiladigan odam edi. U ham axloqliq, durust, yetilgan savdogar bo'lib, biz uning bilan chiqishib o'tdik. U Qurayshlarga oid xabarlarni bilganligi va ularning nasabini esida saqlaganligi uchun biz uning so'rinini yaxshi ko'ratdik. Men darhol uning qishig'i berib: "Muhammad ibn Abdullahning payg'ambarlikni oshkorlaganligi va sening ergashganliging to'g'risidagi xabarlar rostmi?" deb so'radim. U: "Shundoq, u meni dinga qiziqtirishga boshladi", dedi. Men uningga heliqi dervishning deganlarini so'zlab berdim. U hayron qilib: "Sen men bilan Muhammadning qishig'i berib, bu so'zlarni uningga so'zlab bergin va uning so'ziga ishonib dinga kirgin", dedi. Biz birlikda uning qishig'i bordik. U menga islom to'g'risida ma'lumot berib, Qur'ondan ozroq o'qib berdi va menga dunyo oxiratning xush xabarlaridan bayon qilib berdi. Alloh dilimni islom uchun ichibatdi. Men uningga Busradagi dervishning deganlarini so'zlab berdim. U buningdan xush bo'ldi. Men uning oldida: "Bir Allohdan boshqa iloh yo'q.
Muhammad Allah'ның elçisi deb guvohlik etdim. Men Abu Bakrning da'vati orqali islom keltirganlarning 4-inchisi edim. Qurayshlik bu yoshning islom diniga kirganligi uning oilasi, urug' tuqqanlariga xuddi osmondan chaqmoq tushgandek og'ir tuyuldi. Hammadan qattiq beoram bo'lgani uning onasi edi. U o'g'lining esil sifatlaridan va go'zal axloqlaridan kishilarga manfaat tegayotganligi uchun keyin uning kishilarga xo'jayin bo'lib qolishini umid qiladi. Uning atrofidagi bu kishilar uni dinning qaytarish uchun uning qishig'iga berib, uning irodasining tog'dek mustahkam ekanligini bayqashdi. Ular uni dindan chiroyliqcha yondirishdan umid uzganda bo'lsa, qattiq qo'lliq qilishga o'tib, uni azoblashga boshladi. Mas'ud ibn Harraj radhiyallohu anhu bu haqda ko'rganlarini bayon qilib mundaq degan: Men bir kuni Safa bilan Marva oraliqida sa'iy qilib o'tdim. Bir to'p kishilarning bir yosh yigitning orqasidan agishib olganligini, u yigitning qo'llari dumbisiga qayrib bog'langanligini, kishilar uni ha deb ishtirib, orqasidan so'qildishib yugurishayotganligini, boshlariga urayotganligini ko'rdim. Uning orqasida bir yashangan ayol bo'lib, u ha deb uni tillaydi, varqiraydi. Men u kishilardan: "Bu yigit nima ish qilgan ekan?" desam, ular: "Bu bo'lsa Talha. O o'z dinini tashlab, Bani Hashimning balaga agishibdi" deyishdi. Undaqda "Avu yashangan ayol kim?" deb so'radim. "U ayol o yigitning onasi, Hazzamining qizi Sa'ba" deyishdi. Qurayshlarning yo'lvisi deb nomlangan Nufal ibn Huvaylid Talhani bog'ladi. Abu Bakrnimi uningga chetib bog'lab, bu ikkisini Qurayshlarning ahmoqlarining qattiq jazolash uchun topshirdi. Shuningdan keyin bu ikkisi bir juftlar deb atiladigan bo'ldi. Vaqtning o'tishiga ergashib, o'xshamagan voqealar orqa-orqadan yuz berishga, Talhamu pishib yetilishga boshladi. Uning Alloh yo'lida siniladigan sinoqlarining salmoqi og'irlashishga boshladi. Bu jarayonda uning islomga va musulmonlarga yetadigan manfaati zo'rayib, hatto oxirida musulmonlar tarafidan tirik shahid deb ataladigan sharafli nomga ega bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom uni yaxshi Talha, sehiy Talha, mard Talha deb chaqirdi. Uning bundaq deb chaqirilishiga sabab bo'lgan bir-biridan go'zal va ta'sirli hikoyalari bor edi. Endi biz uning tafsilotlariga nazar solaylik. Uning tirik shahid deb atalishining sababi mundaq edi. Uhud kuni musulmonlar Payg'ambar alayhissalomning atrofidan chekinib ketganda, Payg'ambar alayhissalomning qishida ansorlardan 10 kishi va muhojirlardan Talhadan boshqa hech kim qolmagan edi. Payg'ambar alayhissalom bu kishilar bilan hujumdan mudofialangan holda taqqa o'rlayotdi. Bir turkum mushriklar bo'lsa, Payg'ambar alayhissalomni o'ldirish uchun iz besib qo'llab chiqyotdi. Payg'ambar alayhissalom: "Kimiki ularni chekindirsa, o mening jannatga hamrohim" dedi. Talha: "Ey Allohning payg'ambari, men shunday qilay" dedi. Payg'ambar alayhissalom uni to'sib: "O'rningda jim turg'in" dedi. Ansorlardan biri: "Men qilay" dedi. Payg'ambar alayhissalom uningga: "Bo'ladi" dedi. Heliqi ansori jang qilib o'ldirildi. Payg'ambar alayhissalom yendiklar bilan yana yuqori o'rlashga boshladi. Mushriklar yana ularga agishib oldi. Payg'ambar alayhissalom: "Bularni qarshi turadigan biri yo'qmi?" deb so'radi. "Men bari Allohning elchisi" dedi Talha. Payg'ambar alayhissalom yana: "O'rningda jim turg'in" dedi. Ansorlardan biri: "Men ey Allohning elchisi" dedi. "Bo'ladi, sen qil" dedi Payg'ambar alayhissalom.
Bu ansarımı şehit qılınğan qadar uruş qıldı. Müşriklar örləverdi. Peygamber aleyhisselam bayamqı sualini soraverdi. Her qatam Talha "men" deb chiqqanda Peygamber aleyhisselam onu to'saytdi ve ensarlarga ruxsat qiladi. Hatta ensarlarning hammasi o'ldirildi. Peygamber aleyhisselamning qishida Talhadan boshqa hech kim qolmadi. Müşriklar bo'lsa yanada agishib kelyotdi. Peygamber aleyhisselam oxirida Talhaga "Endi sen qilsang bo'ladi" dedi. Peygamber aleyhisselamning udul dishi sunub chekisi yerilgan, aqqan qonlar uning muborak yuziga sirg'iyotgan edi. Uningga harg'inlik yetgan edi. Talha mushriklarga hujum qilish bilan Peygamber aleyhisselamni mudofaa qilishini tan qilyotdi. U birda Peygamber aleyhisselamni tog'ning usti tarafiga o'tkab qo'ysa, birda qaytib qo'g'lab chiqayotgan mushriklarga qarshi hujum qiladi. U bundaq ishni shu tariqada davom qildiraverdi. Bu vaqa haqida Abu Bakr mundaq deydi. Biz shu chaqda Abu Ubayda bilan birga Peygamber aleyhisselamdan yiroq bir joyda edik. Biz uni qutqizg'ili kelganimizda Peygamber aleyhisselam "Meni qo'yib do'stinglarning yoniga beringlar" dedi. Uning badani qilish urilgan, nayza tiqilgan, o'qiya aytilgan bo'lib, 80 necha yeri yaralangan, yaralardan qonlar iqiyotgan holatda edi. Tuyuqsiz bir zarbadan uning olqini yerilib, bir o'rakka hushsizlanib yiqildi. Mana shundan keyin Peygamber aleyhisselam kimki hayotini oxirlashtirib, yer ustida tirik yurgan kishiga qarab, o'zini suyundirmoqchi bo'lsa, Talha ibn Ubaydulloh qarasin deydi. Her qatam Uhud kuni tilga ilinsila Abu Bakr Siddiq o kunning hammasi Talhaga mansub deydi. Mana bu Talhaning tirik shahid deb atalishidagi ta'sirlik hikoyasi. Yana uning yaxshi Talha, sehiy Talha, mard Talha deb atalishiga sabab bo'lgan nurg'un hikoyalari bor. Biz bu yerda faqat ulardan tipik bir necha misollarni keltiramiz. Talha tijorat doirasi keng, boyligi ko'p savdogarlardan edi. Bir kuni uningga Hazratul Mavtdan mol keldi. O 1000 dirham qimmatidagi mol edi. Talha shu kuni kechasi qo'rqqan, ansirgan holda yotdi. Uning qishiga Abu Bakrning qizi Ummu Kulsum kirib: "Ey Muhammadning otasi, sizga nima bo'ldi? Biz sizni ranjitdikmi ya?" dedi. "Yo'q, siz musulmon odamning haqiqiy yaxshi ayoli. Lekin men kechadan beri o'ylanib, bu mol o'z uyida turib uxlagan odamning Parvardigoriga bo'lgan e'tiqodi qanday bo'lar deb qoldim", dedi Talha. "Siz buning nimasidan ansiraysiz? Hozir do'stlaringiz va kishilar ichidagi hojatmanlar qayerda? Siz tong otgan hamon u mollarni ularga bo'lib bering", dedi Ummu Kulsum. "Alloh sizga rahmat qilsin. Siz haqiqatan yaxshi ishni yaxshi bir taraf qiluvchining qizi va ishni yaxshi bir taraf qiluvchi ayolsiz", dedi. Tong otganda u mollarni hamyon tovoqlarda muhojir va ansorlardan bo'lgan hojatmanlarga bo'lib berdi. Kishini ta'sirlantiradigan yana mundaq bir hikoya bor bo'lib, bir kuni kishilardan bir kishi kelib Talhadan yordam so'rabdi va uning bilan tuqqandorchiligi borligini aytibdi. Bu uningga ilgari hech kishi tarafidan deyilmagan bir tuqqandorchilik ekan. Talha uningga: "Mening bir ziminim bor edi. Osman ibn Affan bu zimin uchun 300 mingni bergan edi. Xohlasang ashu ziminni ol, xohlasang pulini ol", dedi. U odam "Pulini olay", dedi. Shuning bilan Talha uningga o ziminning pulini berdi. Peygamber aleyhisselam tarafidan yaxshi Talha, sehiy Talha, mard Talha degan muborak nomlarga ega bo'lgan Talhaga muborak bo'lsin. Alloh uningdan rozi bo'lsin va qabrisini nurli qilsin. Amin.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.